Akalar, assalomu alaykum. Mana bugun boshimni ekranda meni 3-kunim. Ekranda mana ko'rib turgan bo'lsanglar, mana pribor безопасности. Bu yerda mana skorost bor ekan, mana o'ng tomonga 4 ta, chap tomonga 4 ta. Birinchi skorostda pоворot berayotganingizda birinchisi yonib turar ekan. Короче, 4 da beryapsiz. Hammasi 4 tomon, o'ng tomonda 4 ham yonar ekan. Shunaqa do'stlar. Короче, pribor безопасности bor. Перегрузda signal beradi. Mana nima deb qo'yadi? Shtorka deb qo'yamiz. Bunaqa narsalar ham bor ekan kranda. Ventilyator bor. Konditsioner bor. Konditsionerda mana pulti. Пока ishlayapti. Havo bizda issiq. Kranda yangi deyishdi. Haqiqatan ham yangiga o'xshayapti. Shunaqa gaplar. Bugun mana beton kelgan, soat ertalab 8 dan beri ko'rib turganinglardek. Soat ertalab 8 dan beri beton qilyapmiz. Soat bizda hozir 5:29. 5 dan 29 minut o'tdi. 110 kubamikin adashmasam. Yangi boshlinda armaturda o tarafdan qabul qiling. Beton qilyapmiz do'stlar. 110 kubamikin adashmasam. Shunday gaplar do'stlar. Agar video sizlarga yoqqan bo'lsa, agar savolinglar bo'lsa, kommentariyaga yozib qo'yishinglar mumkin. Xudo xolasa har bitta savolinglar javobsiz qolmaydi do'stlar. Faqat sizlardan bitta iltimos, like bosishni unutmaymiz. Like bosib qo'yinglar videoga. Xudo xolasa keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar.